Şuna mı öğrenişte mi kanal çoğum? Style bulaş gerek. Şunun bir bütün dikkatimizi verip şu işine kavat tutuyor. Her kanal işine kanal şuna dikkatini verip style kısanla şimdi ki çoğum bunun neticesini görebilirsin. Alright. So I know this is Thomas handwriting. Okay. Bilmem bu Tom'un kimse kol yazması. Tamam. Okay. And we are handwriting kine terrible. Okay. What is that? Terrible. Bu ne? Very very bad. It means too bad. Naiti. Nachar. Eğer accepting it. So does he say something terrible? And the manda bir anlaşma yaptım ben kıldım. Does he say something? Does he say something terrible? And this bir anlaşma yaptım ben kıldım. I don't like the terrible picture. Okay. I don't like the terrible picture. And bu intay bu sonra resimde kadar kılgım yok. Hoşum yok. I don't like the terrible picture. Terrible. Mesela nayda bir xilhan zavga alış nama. Nayda bir kanlaşmagan nachar degen gap. Nama. What is a terrible news? Acaba bu bir that is a terrible news. Bu bir nayda yaman haber oldu. Yaxşı bolmagan. Nama. Terrible. Okay, mesela başsızda handwriting is terrible. And the bush tekst şurayda hocayının kol yazması kanarıydı terrible intayın nachar bolmaydı deydi. Terrible. Hoş. Sağdaşlar mesela qaranlar. Miyana ama sözlerinki tertib almış ketken. Sen bunu almışır bağına. Birincisi qaranlar. CNA. Bu ne? Okay, it's can, right? Okay, S-O-B-S. What? Boss. T-U-N-I-M-U. Okay, what is this? It is minute. Good. It is minute, right? What about next? Ask. Okay. Next one is handwriting. Good. Next one is terrible. Good. And someone take it out. Can. Okay. Can. Boss. Minute. Ask. Handwriting. Okay. Handwriting. Terrible. Okay. Terrible. Hoş emsa bizniki sözlük öğrenişimiz müşahideçi bolsun. Andaqda ama şu tekstimizga diqqat qilsangiz sağolashlar. Okay. Andaq sağolashlar tekst qarayli. Text question. Why can't Pamela type the letter? Nima uchun Pamela bu xatni biz berolmaydi deydi. Hoş emsa buniki anlash qismini diqqat qilib olgandan keyin ham tekst kelsak. Okay, listen carefully. Lesson 45. The boss's letter. Listen to the tape, then answer this question. Why can't Pamela type the letter? Can you come here a minute, please, Bob? Yes, sir. Where's Pamela? She's next door. She's in her office, sir. Can she type this letter for me? Ask her, please. Yes, sir. Can you type this letter for the boss, please, Pamela? Yes, of course I can. Here you are. Thank you, Bob. Bob? Yes? What's the matter? I can't type this letter. I can't read it. The boss's handwriting is terrible. Alright, hamsa tekstga birdan nazar sepaqayli sağolashlar. Birinchi jumlamda can you come here a minute please Bob? Okay. Endi bu yerga can degan nima qila olamiz, qilamamiz. So can you come here? Bu yerga kela olamsiz. Demak bu yerga kelsangiz bo'lamdi. A minute birdan Bob. Bu yerga birdan kelsangiz bo'pti ekan Bob. Shunami? Endi ma xo'jayin nima? Bobni chaqiribdi. Can you come here a minute please Bob? Okay, endi meni biroz saqlab tursangiz bo'lamdi. Can you wait for me a minute please Bob? Shunami? Can you wait me for a minute? Yoki wait for me a minute. Demak, biroz saqlab tursangiz. Demak, endi bu yerga minute deganimiz 1 minut degandan derak bo'lmaydi, balki nima biroz vaqt.
Demek intan kıskığını boğan bir vaktini düşündürdü. Demek can you come here a minute please Bob? Desen yes sir. Okay buludu hocayın. Endi müşerike sir degen efendim degen gap sağlaşlar. Endi bunun işiltilishi hamda mesela şu şirketlerde sir degene hocayın degen gap. Eğer armiyada sir degene hamda başlık kumandan degen gap. Onunki mesela dükkanlar, aşxanalar sir degene hamda erlerini hürmetlep efendim deydi çok. Endi mektep söyleseniz sir degenimiz muallim degen gap. Demek intayin köp xil ma'nosi ekan go, hamda biz Uyg'urchada maktablarda ko'pincha o'quvchilar teacher deydi. No, teacher, no teacher. Teacher deb chaqirishadi, yo'q chet elliklarda. Nima deydi? Sanlar o'qitishadi. Sir deymiz, ayol o'qitishasi miss yoki Mrs, Ms deb aldigan gap. Shunga misharki yes sir, xo'jayin bo'ladi xo'jayin degan gap. Yoki bo'ladi boshlar. So where is Pamela? Okay, and the where is bu oddiy jumla shakli. O nerede? Demek Pamela qayerda? So where is Pamela? So she's next door. Okay. And she's next door. And u nerede? Bu şu yandaki işte. Hani next degen keyinki degen gap. Next door degenimiz hem keyinki işte demekçi. Bu şu yandaki ishxonada yoki shunga bilan bir tam qo'shni bo'lgan bir ishxonada deydi. She's next door. O keyinki ishxonada. Tushunami? She's in her office. And o o'zininki, nimada ishxonasida efendim deydi. She is in her office, sir. So can she type this letter? And misharki can she qilalamdo? Can she type basalamdo this letter for me? And bu xatni men uchun bir besberalamdo, menga bir besberalamu. Ask her please. And ask somebody to do something. Deganimiz birisini mana bu qilib berishni so'rab. And ask her. So'rab baqing. Can she type this letter for me? Menga bu xatni besberalamdo. And can you type this letter for me? Bo'zchi. Siz menga besberalamsiz. Okay, siz menga besberalamsiz. Yes sir. Bo'ladi xo'jayin. Yes sir. Bo'ladi xo'jayin. Can you type this letter for the boss please Pamela? And Pamela so'rab Bob so'rabdi. Can you type this letter? Siz besberalamsiz. This letter for the boss. Xo'jayin uchun. Can you type this letter for the boss please Pamela? Desa, nima yes of course I can. Albatta besberalayman. Endi bu yerda sog'lashda bir narsa bor. İngliz tilida to'ldiruvchi, ishqil to'ldiruvchini o'rgangan oldingi darsimizda, biriga bevosita to'ldiruvchi, yana biriga vositali to'ldiruvchi. Masalan, can you type? Masalan, asl jumla shakli you can type shunama. You can type this letter for the boss please. Endi bu yerga igi demagan masalan you ega. Xabarga nima aytsangiz can type deganimiz ham misharik bir xabar bo'ldi shunami? Endi bu yerga this letter bilan for the boss degan ikkisi ikki xil to'ldiruvchi bo'ladi. Adətən narsalar bevosita to'ldiruvchi bo'ldi. Masalan, letter deganimiz bevosita to'ldiruvchi, endi men boss deganimiz xo'jayin shunami? Vositali to'ldiruvchi bo'ldi. Adətda bevosita to'ldiruvchi xabarning keyindan kelib qolsa, masalan, shunga o'xshash masalalar. Ondan keyin vositali to'ldiruvchi demakchi, masalan, kishilik almashlar yoki kishi ismlari yoki ma'lum bir kishilarni ko'rsatgan shunda mushlarga nima keldi desang, oldiga to yoki for kelgan gap. Okay. Shunga nima can you type this letter for the boss deydi. Agar vositali to'ldiruvchi oldiga kelib qolsa, masalan, can you type this letter boss? This letter boss. Yoki can you type boss this letter? Desaganda qanday desanglar, kelmaydigan gap. Shunga vositali to'ldiruvchi bo'lib oldirib kelsa, bevosita to'ldiruvchi. Yoki bevosita to'ldiruvchi oldirib kelsa, vositali to'ldiruvchini olgan nima to yoki nima for olamiz. I can't type this letter. Men bu xatni qanday qilma? Basammoqdekmi? I can't type this letter. I can't read it. Voy men o'qiyolmadim. I can't read it. Men qanday qilamadim? O'qiyolmadim. The boss's handwriting is terrible. Bu xo'jayinning xat nusxasini aytdi. Satgan. Malik apandimning bir hikoyasi bor. Bir ağayınsa apandimni kelib apandam mening bu shaharda bir tuqqanim bor, shuni bir xat yozib bersin desa, voy kechiring. Men shaharga berishga vaqtim yo'q deyotgan. Voy apandim bir xat bilan yozib bersin, unda shaharga berishni demaydi desa, voy adash, men shu xat yozsam mendan boshqa hech kim o'qiyamaydi, agar men xat yozib bersam men berib endi shaharga o'qib berishim kerak deyotgan. Demak, endi shaharga handwriting qanday ekan? Very, very terrible.
And ma'no nima qanday desanlar, terrible bo'lg'achqanda Pamela o'qiyolmabdi. Bob deb tushunaman. Yes, what is the matter? Voy, nim bo'ldi? deb tushunaman. So I can't read it. Xo'sh, hamsa bugungi mushtiksimizdiki. Intayin muhim bo'lgan language focusni bir o'rganib chiqaylik, savollar til nuqtasi keldi. So why can't Pamela type the letter? Who can answer? Why can't Pamela type this letter? Why? Nimani bildingmi bola? Nima uchun besib chiqarmaydi ekan? Okay, because the boss's handwriting is terrible. She can't read it. O'qana qilamadi? O'qiyolmadi. She can't read it. So, look, there is some important sentence structure. You know, first one is ask somebody to do something. Ask somebody to do something degeniz ma'lum bir kishini ma'lum bir ish qilishni qanday qilish, so'rash, yoki talab qilish degan gap. Masalan, he asks me to call him. U mendan uningga telefon qilsgan deydi. Yoki telefon qilishimni so'raydi. Now, he asks me to call him. Masalan, please ask him to give me a book. Onundan bir deb qo'yam yoki onundan bir so'ram, kitobni menga bersin. Give me the book. deydi. All right, thanks for watching, and this is all for today, and see you next time. Goodbye.